Assalamu alaykum hurmatli YouTube ko'ruvchilar. Jana bizning kanalning kattaluvchilari biz bugun Noqat, Жаңы Noqat mal bozorundagi bozor içindagi bo'lgan bardıq canlıklarning bağlaарын bilip berүүnү hareketini kılabыз. Andыктан bizning kanal bilan birge bolуңуздар. Universal bozarı biz sizler için bugün hizmet kılabız. Andыктан bizning kanalga жазылып, videolarda ahırına görüңүздөр. Birinciden mana şul sağan uylardan жана buqalardan başlasak. Qashqavidan başlasak. Qaraga, assalomu alaykum. Qancha ekan? Mal qancha ekan? Mal 60 deb atamiz. 60 torba barmı çok mu? Altmış mı kemi var deydi. Evisi. Qaraga, maldın basını aytib qo'yasiz mı? Maldı bağlısı 55 deb atamiz. 55 ha? Torpa çok ekan. Üstü var ham sağda bor. 7 litre süt beredi deydi evisi. Mana şu mal dostlar. Qaraga, maldın basını aytib qo'yasiz mı? Maldın basını. Yok. Almaz Allah besine Qanchasi so'radasiz? 75 so'radi. 75. Kurtarma sen de sonra 75 ming deydi evisi dostlar, mana şu maldı. Sağan. Sağanda qancha so'radasiz ekan? Sağanın pulunu aytib qo'yingchi. Yo'q, pulunu aytib qo'ysangiz. Bunun 70. 70. Muzosi kaçı? 70 deydi dostlar, mana şu muzosi menen. 2000 kami bor. Qaysi buna muzosi menen be? Buradan torun Balası qancha? Tölden 50 kam bor. Hep qo'ysangchi. Erta bu nimaga olyapti? Erkakmi? Erkak, manoniki erkak. Buni ko'rmoqchi. Bu qancha? Bu 60 ming kami bor. Bu 60 ming kemi var. Süt beradi yaxshilar? Beradi. 3 litr suti bor. 3 litr? Ha, yaxshi. Birinchi tun ichgan ha? Ha, yaxshi. Yaxshi sotib oling. Ayam birinchi tumsayu ochara joyda yurib qolgan. Aha. Ha, yaxshi. Ba bo'ldi-ku? Baho bo'ldi. 50 qilishdi. Bunani va? Ha, yaxshi. Yaxshi sotib oling unda. Bunlar sağını bileliçi. Qancha ekan sağını? 90 kilo. 90. Muzosi erkek be? Erkek. Erkek ha, tur. Yinasi boz. Süt beradi hozir kunda? Hozir 5 litr sütü var. Ba oldu. Qancha berbedingiz? 80. 80 mi? İkkem. Ya sağın pulu qancha oldu dostum? Bası qancha oldu? 58 pul. 58. Berbeyt abi. Turpo erkek ekan ha balası. Qancha dediniz sağında? 55. 55. Bir aylık ekan ha turpoğu. Bir aylık. Erkek mi balası? Balası. Qanchaga berbediniz? 48 ga berbediniz. Ha, yaxshi. Yaxshi sotib oling endi. Qaraga qancha ekan soni? Qancha ekan bulu? Bu 80 deyapman. 80. Balası urg'ach ekan ha? Yaxshi bolasi. Aha. Ha, yaxshi. Төртөн 130 ming odat berbey deydi. Berbey atam deydi. Assalomu alaykum. Qancha oldu? Sonu. Ha. Yo'q, pulni aytib qo'ysangiz. Puli qancha oldu ekan? Pulni har xil qilishyapti. Yo'q, siz aytganingiz. Qancha so'radasiz? 60 deyapmiz. Muzosi erkek ekan ha? Urg'ach. Urg'ach. Ha, yaxshi. 52 ming qilishyapti. Berbey aytasiz, berbey. Assalomu alaykum. Qancha oldu ekan molingiz?
Arka assalamu alaikum. Malınızın bağısını bileyle geldik. Kança eken? Mal 55'li yapıyor. Süt beret ha şu günde. Ha, 3 tane. Balası çok. 55 min dep soravatır. Kança eken aka? 80 min. Bağıda turgan ba? Yo, jayladı. Çayladan geldi be. Bu da жақсы jetildir. Kılıp. 64 minge vermeydi asbı. Altmış dört kadar bir tam netesi. 70. Kança suradası Kemalga? 70. 70 mi suradası be? Nargisi 6. Altıymış. 60 vermediniz be. Süt vermeydi ha şu. Süt vermeydi ha. Yok. Assalamu alaikum. Kança dediniz mi aldı? Harika. Sağında kança dediniz? 95 bin tane var. Torpağı var iken ha? Muzaz. Erkek mi? Urgaç. Kança vermediniz de? 74 bin. 74. Bu da kımbat bugün mal bazar. Kança eken aka sağındım bazı? 70 kan var adam. 70. Balası erkek urgaç mı? Ulaş ikinci falan. Aha. Kança vermediniz? Bağ oldu. 60 kan. Süt beret ha şu günde ha? 5 litre sütü var sağ. 5 litre. 2 litre yanında. İkinci balası. Aha. Жақсы сатып алың. Pancaylar. Bunlar muzosu. Marşımıyla dostlar biz jintlas. Kança oldu? Aldınız mı? Kança oldu? 56 ya. 56 yarım. Marşımıyla dostlar biz jintlayız. Sağan malların bağlarını bildik. Aa, 'Bizning kanalga birga bo'lingizlar. 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 'Bizning